Bu oxir zamonga islomiy nazar. Bugun odamlar shu haqida gapirishyapti, fikrlashyapti. Ommaviy axborot vositalarida, filmlarda va kitoblarda ham bu mavzu ko'p uchramoqda. Ya'ni apokalipsis tushunchasi. Sivilizatsiya yoki biz bilgan hayotning yakuni haqida gap ketmoqda. Shunday ekan, biz ham oxirgi hisob-kitob mavzusini ko'rib chiqamiz. Avval Dajjal so'zining ma'nosidan boshlaymiz. Dajjal arabcha so'z bo'lib, yolg'onchi deganidir. Ya'ni yolg'on gapiradigan odam, to'g'rimi? Lekin bu oddiy yolg'ondan ham xavfliroqdir. Chunki bu haqiqat bilan yolg'onni aralashtirib, shunday qilib ko'rsatishki, uni eshitgan yoki ko'rgan odam unga ishonib qoladi va uni yolg'on deyish ham juda qiyin bo'ladi. Chunki haqiqat bilan yolg'on birga qo'shilgan bo'ladi. Masalan, agar men bir voqeani to'liq yolg'on qilib aytsam, ertami kechmi, siz buni bilib qolasiz. Chunki uning ichida haqiqat yo'q va u mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Hech qanday asosga ega emas. Ammo agar men voqeaga ozgina haqiqat, ba'zi haqiqiy odamlar va ismlarni aralashtirib qo'ysam, odamlar mening yolg'onimni topishi juda qiyin bo'ladi. Ular o'ylaydi, to'xtang, mana bu joyi to'g'ri ekan. Demak, qolganlar ham to'g'ridir, deyishadi. Gapimni tushundingizmi? Bugungi kunda buning uchun maxsus atama ham mavjud. Yigirma birinchi asrda bunga aldov deyiladi. Dajjal so'zining ingliz tilidagi eng yaqin tarjimasi aynan shu aldov. Bilasizmi? Gollywood kinolarini ko'rganingizda ham xuddi shu ish qilinadi. Ko'pincha musiqa tinglaganmisiz deyman. Hammamiz eshitamiz. Do'konlarga kirganimizda, ko'chada yurganimizda musiqa eshitiladi. Keling, o'zimizni aldamaylik. Musiqa hamma joyda. To'g'rimi? Maktabga borsangiz ham musiqa yangraydi. Qo'ldan nima keladi? Lekin musiqada matn va so'zlar ham bor. Artistlar, musiqachilar sahnada nima deyishadi yoki nima qilishadi? Bu ham aldovdir. Ular nima qilishadi? Sizga chiroyli va yoqimli ko'ringan narsalarni ko'rsatishadi. Sizni ishontirishlari osonroq bo'ladi. Chunki siz his-tuyg'uga berilib, ohangga qo'shilib ketasiz. Shunday emasmi? Qolganlar ham tinglagani uchun o'zingizni tashqarida qolgandek his qilasiz va men ham tinglashim kerak, ko'rishim kerak deb o'ylaysiz. Sizga juda yoqimli tuyuladi. Chunki aslida bu shaytonning ovozidir. Shu sababli u sizni jiddiy ta'sirlantiradi. Natijada esa sizni aslida ishonishingiz mumkin bo'lmagan narsalarga ishontirib qo'yishadi. Musiqa sanoatida men hech kimning ismini aytmoqchi emasman. Lekin misol uchun bir mashhur ayol qo'shiqchi bor edi. U sahnaga chiqdi va u yerda boshqa bir ayol musiqachini labidan o'pdi. U ayol bo'la turib, boshqa ayolni labidan o'pdi. Bu holat sahnada hammaning ko'z oldida yuz berdi. Bu voqea bir necha yil avval bo'lgan edi. O'sha paytda ko'pchilik, "Nima? Bu jirkanch-ku, bunday ish qilmaslik kerak", deyishdi. Ammo o'sha qo'shiqchi nima dedi? Bilasizmi? U, "Biz musiqachilarning bajaradigan bir vazifamiz bor. Men tartib-qoidalarga amal qilayotgan odamlardan charchadim", dedi. E'tibor bilan eshiting. Men qoidalardan, tartib-intizomdan bezdim. Endi odamlar ham shu qoidalardan chiqib, o'zlari xohlagan narsani qilishi kerak. Shuning uchun ham men ayol bilan ayol orasidagi munosabatni targ'ib qilmoqchiman, dedi. Vaqt o'tishi bilan bu holat ham odatiy holga aylandi. Shunday emasmi? Ha, odatiy holga. Hozir normal hisoblangan ko'plab narsalar bor. Agar siz 15 yil avvalga qaytsangiz, bu narsalar juda g'alati tuyulgan edi. To'g'rimi? Lekin hozir oddiy bo'lib qoldi. Aytmoqchi bo'lgan fikrim nima? Ilgari g'alati bo'lgan narsalarni odamlar takrorlayverishadi. Natijada yoshlarning ongida
odatiy holatdek qabul qilinadi. Bilasizmi, yaqinda Norvegiyada bir maqolani o'qidim. Unda odamlar hukumatga, uy hayvonlariga turmushga chiqishga ruxsat so'rab murojaat qilishgani yozilgan edi. Hozir Amerika, xususan Texasda va boshqa joylarda ba'zi odamlar bolalar bilan bog'liq jirkanch narsalarni qonuniylashtirishni talab qilishmoqda. Yana boshqalar esa aka-singilning bir-biri bilan turmush qurishiga ruxsat berishni istashmoqda. Aka-ukalar, opa-singillar bir-biri bilan nikohlanishini qonuniylashtirishmoqchi bo'lishyapti. Birodarlar, nima demoqchi ekanimni tushunyapsizmi? Men sizga Dajjal haqida gapiryapman. Lekin Dajjalning o'zidan oldin nima bo'lishini tushunishimiz kerak. Aldov haqiqat bilan yolg'onni aralashtirib, odamlarni shunchalik ishontirishdiki, uni rad etish juda qiyin bo'lib qoladi. Bu jarayon bir kechada sodir bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Odam alayhissalom zamonidan to oxir zamongacha dunyoda Dajjaldan kattaroq fitna bo'lmaydi. Butun dunyo tarixida bo'lib o'tgan sinovlar orasida eng kattasi Dajjalning fitnasidir. Dajjal kelishidan oldin unga yo'l tayyorlanadi. Shunday qilib, odamlar uni osongina qabul qilishadi. Endi sizga Dajjal qanday qilib odamlar tomonidan qabul qilinishini va nima uchun shunday bo'lishini tushuntirib beraman. Dajjal bir ko'zli yolg'onchi, eng katta aldoqchi. U kelishidan oldin odamlarning ongini tayyorlashadi. Shunda u chiqqanida unga ishonish oson bo'ladi. Dajjal odamlarni shu qadar chiroyli aldashi va eng katta fitna bo'lishi uchun odamlar allaqachon aldovga o'rganib qolgan bo'lishlari kerak. Ya'ni Dajjal asri deb atash mumkin bo'lgan zamonda yashashimiz kerak. Shunda haqiqiy aldovchi kelganida hamma unga tayyor bo'ladi. Tushunyapsizmi? Demak, bu aldov asri va shayton Dajjalga yordam beradi. Bilasizmi? Shayton iblis ta'zirlangan paytda Odam alayhissalom yaratilganidan beri bir gapni aytgan edi. U shunday degan: "Ey Robbim, men odam farzandlariga, ayniqsa musulmonlarga yo'ldosh bo'laman. Men ularni yo'ldan ozdiraman. Men ularni o'z diniga amal qilayotganlarini o'ylatib, aslida noto'g'ri yo'lga boshlayman." Shayton yana aytgan: "Men ularni riyo qilishga majbur qilaman. Namoz o'qishganda faqat odamlarni rozi qilish uchun o'qishadi. Men ularning ichidan o'zini imom deb ko'rsatadigan, lekin aslida faqat odamlarni o'ziga jalb qiladiganlarni chiqaraman. Ular o'zlarini katta guruh rahbari deb ko'rsatishni xohlashadi. Men odamlarni islom nomi bilan guruhlarga bo'lib, fitnalarga aralashtiraman, lekin ular chin dildan samimiy bo'lishmaydi." Birodarlar, shuni tushuningki, shayton hattoki ba'zi imomlarni ham aldashga harakat qiladi. U sizni ham, meni ham aldashga urinadi. Nima uchun? Chunki bu Dajjal kelishiga tayyorgarlik. Men imom deganimga e'tibor bering. Chunki endi siz tayyorlanishingiz kerak. Hamma bu aldovlar sodir bo'lishi kerak. Chunki Dajjal paydo bo'lganda u o'zini imom deb atamaydi. Bilasizmi? U o'zini kim deb da'vo qiladi? Men Iso alayhissalomman deb aytadi. Ha, u o'zini Iso payg'ambar deb tanishtiradi, lekin u yolg'on gapiradi. Tinglang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nima deganlar? Bir kuni Isro va Miroj kechasida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Jabroil alayhissalom meni Ka'baga olib bordi va men Ka'bada namoz o'qidim." Bu sahih Muslim hadisida kelgan. Kim xohlasa bu hadisni o'qib ko'rishi mumkin. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Namozimni tugatganimdan keyin o'ng yoki chap tomonimga qaradim va bir yigitni ko'rdim. Uning sochlari chiroyli, yelkasiga tushgan edi. Juda tekis ham emas, juda jingalak ham emas edi. Uning sochlari go'yo suv bilan ho'l bo'lib turgandek edi, lekin aslida ho'l emas edi. Yuzining rangi biroz to'qroq edi. Uning yelkalarida ikki kishining qo'llari bor edi. Uning ko'rinishi menga juda yoqdi. Shunda men Jabroil alayhissalomdan bu kim deb so'radim. Jabroil alayhissalom bu sening birodaring
Iso ibn Maryam haqiqiy Iso deb javob berdilar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana aytdilar: "So'ng chap tomonimga qaradim va yana bir yigitni ko'rdim. Bu odam juda gavdali, juda jussali edi, lekin u uzun emasdi. Uning sochlari qattiq, dag'al edi. Uning o'ng ko'zi uzumga o'xshab shishib turgan edi. Biroq ko'zining qorachig'i, ya'ni ichki qismi xuddi qora mayizga o'xshardi. U bu ko'zi bilan hech narsani ko'rmas edi. U ko'r bo'lib qolgan edi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davom etdilar: "Shuningdek, uning chap ko'zi ham g'ayri tabiiy edi. Boshqa hadislarda u avar deb atalgan. Avar so'zi ko'r degani emas, balki buzilgan, shakli o'zgargan degani. Shuning uchun ba'zi hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Dajjolning o'ng ko'zi shaklan buzilgan, ba'zida esa chap ko'zi shaklan buzilgan deb aytganlar. Bu shuni anglatadiki, uning o'ng ko'zi butunlay ko'r bo'lib, hech narsani ko'rmaydi. Chap ko'zi esa g'ayri tabiiy ko'rinishda bo'lib, ostida go'sht bo'lagi bor. U odatiy ko'rkam ko'zga o'xshamaydi, balki rangi ham boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin u shu ko'zi bilan ko'ra oladi. Shuning uchun u avar deb ataladi, ya'ni ko'zlari buzilgan odam. Ko'pchilik Dajjal haqida o'ylaganda uni bitta katta ko'zi bor maxluq, masalan kinolardagi siklop kabi tasavvur qiladi. Lekin aslida Dajjal bitta katta ko'zi bor maxluq emas, balki ikki ko'zi ham g'ayri tabiiy ko'rinishga ega bo'lgan insondir. Demak, Dajjolning bitta katta ko'zi bor deb o'ylash noto'g'ri. Aslida u faqat chap ko'zi bilan ko'ra oladi, lekin ikkala ko'zi ham g'ayri tabiiy, shaklan buzilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Dajjolning tashqi ko'rinishini juda aniq tasvirlab berganlar. U ikki kishining yelkasiga suyangan holda turgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam so'radilar: "Ey Jabroil, bu kim?" Jabroil alayhissalom javob berdilar: "Bu Masih ad-Dajjal, ya'ni yolg'onchi Masih." Boshqa bir hadisda esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallam deganlar: "Iso ibn Maryam Masih as-Sodiq, ya'ni haqiqiy, to'g'ri Masih." So'ngra Dajjolga ishora qilib aytdilar: "Bu ham Masih, lekin yolg'onchi Masih." Masih so'zining bir necha ma'nosi bor. Ulamolar bu so'zga 30 ta, hatto 40 yoki 50 ta ma'no berganlar. Lekin asosiy ma'nolardan biri Dajjal uchun mamsuh al-ayn, ya'ni ko'zi yo'q, o'chib ketgan. Ba'zi ulamolar esa Masih so'zini butun dunyoni kezadi yoki butun dunyoga tarqaladi deb talqin qilganlar. Tushundingizmi? Demak, Iso alayhissalom Masih as-Sodiq, haqiqiy Masih. Dajjal esa Masih al-Kazzob, yolg'onchi Masih. Dajjal eng katta aldovchi va yolg'onchi. Uning peshonasida ikkala ko'zi orasida kofir yoki kufr deb yozilgan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytganlar: "Har qanday odam o'qishni biladimi yoki bilmaydimi, Dajjolning peshonasida yozilgan bu so'zni taniydi." Demak, Dajjal kofir. U odamlarni haq yo'ldan chalg'itish uchun keladi. Musulmonlar Dajjolni tanib, undan uzoqlashadilar. Lekin bu ular uchun juda og'ir bo'ladi. Chunki odamlarning ko'pchiligi unga ergashib ketadi. Nega? Chunki u mo'jiza kabi ko'rinadigan ishlarni qiladi. Aslida bu mo'jiza emas, balki Alloh unga fitna sifatida ba'zi sinovlar bergan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Dajjal bir tog' yoniga boradi va u yerdagi barcha boyliklar chiqishini buyuradi. Tog'ning xazinalari darhol chiqib keladi. U bulutlarga buyruq beradi va yomg'ir yog'diradi. U o'zi ko'rsatgan joylarga yomg'ir yog'diradi. Odamlar bunga qarab hayratga tushadilar. U bizga hosil berdi deb ergashadilar. Kim unga ergashmasa, ular ochlik va qiyinchilikka duch kelishadi. Shunda ko'pchilik odamlar uni xaloskor deb o'ylab unga ergashadi. Bir necha kun o'tgach, Dajjal o'zining haqiqiy niyatini ochib beradi. Men sizning Robbingizman, menga ibodat qiling. Shundan keyin Dajjal butun yer yuzini kezib yuradi va odamlarni yo'ldan ozdirishga harakat qiladi. U qachon, qanday va qayerdan paydo bo'ladi? Uning kelishini tezlashtirayotgan qandaydir rejalar bormi? Yoki u allaqachon shu yerda va faqat nimanidir kutyaptimi? Keyingi qismlarni o'tkazib yubormang, inshaalloh. Bizni qo'llab-quvvatlang, videolarga like bosing, izoh yozing va obuna bo'lishni unutmang.